Salom aziz do'stlar, mana bu xonadonga ishtasizlar. Shoirlik boradan va TikTok boradan o'qildi. Farmoyish bergan aziz og'amiz Viloyati Faryob, Ulsvoli Xaybar, qishlog'i Haydarxonadan Feylan mamlakati do'sti Turkiyaga yashab yurgan aziz og'amiz shoir Muhammad Osibjon oshiq bachani o'z farmoyishiga taqdim bo'ldi. Buni aziz do'sti qishlog'i Haydarxonadan Jalil Ahmadjonning ham farmoyishi bor. Albatta shoir Muhammad Vakiljon Ibrohimning ham farmoyishi bor. Shoir Muhammad Osibjoni oshiq bachani o'z yozgan she'ri bilan hamdardni shirin ovoziga eshitib yashab sog' bo'ling. Qalam olib she'r yozdik, ikki shoir bir bo'lib, TikTok mardumlarni otidan xondan to'lib, armon qolmas dilimga, yursam shul bilan kulib. Har kimni ishi emas, she'r bitib xondan to'lsa, joningni bersang ham oz, do'sting agar mard bo'lsa, sevging o'sha yorini ahdiga vafo qilsa. Jadid tarin xondanlarini shoir Muhammad Osibjon oshiq bacha taqdim qiladi. Shoir Muhammad Osibjon mashhur bo'lsiz mashallah, bayraqiz bilan bo'lsin, kamyob qilsin Alloh. Nomardga do'stim demang, gar bo'lsa almos tilla. Muhammad Vakiljon do'stim, Xudo bergan istidod, TikToklarga mashallah, shoir ham bo'pti ziyod. Bir tilagim shul mana, o'zbegim bo'lsin dilshod. O'zbekning iftixori Muhammad Osibjon o'ziz, voqean marjivonsiz, aytib to'xtatdi ko'ziz. Har bir dardimga davo, sizni har bir so'ziz. Vakil tavoniz bo'lsa, o'zbekka qiling xizmat. Alloh jonim umringizga bersin sizni barakat. Jonim bergim keladi, javon bo'lsa sadoqat. Nom ko'tardiz oshiq bachat qo'yib, baxillar sizni ko'rsa qoladi ichi ko'yib. Xislati bad odamlar ketmas gabidan to'yib. Qaysi bir maqsad bilan men TikTokka kelmadim, shular nima xohlaydi buni aslo bilmadim. Nima uchun bad shular bilan xato qilmadim.
topgan bir go'zal qiz sizni otiz so'radi, siz taylagan xonanda lapsin qilib yuradi. Yorim bo'lsa bas deydi, va'dasiga to'ladi. Vakiljon shu go'zal qiz meni qilgan divona, armonim qolmas shu bilan bo'lsam o'zim ham xona. Shuni har bir so'zlari meni qilgan mastona. Ayt dedim, aytdi shul oshiq bachcha, xiyoliga man doim shuni men kunduz kecha. Javob bermaydi dedi, ayol berdim men necha. Javob berardim ammo masruf edim kor bilan, vaqt qilmadim gapirsam men o'sha nigor bilan. Payon bergan kan ko'rdim shu go'zal qahar bilan. Shoir osib jon ayting, o'zbekdan nima bor kam? Ko'rdim hammasi o'zbek, follower bo'libdi jam. Sizni himoyat qildim, omad osib jon menam. Shoir Muhammad Vakiljon, o'ziz bog'larining guli, sizni bitgan she'rlaringiz hammasi o'zbek tili. Kallasi kompyuterday she'r bitar ikki qo'li. Oshiq bachchani do'stlar, follow qilinglar qani. O'zbegimga iftixor, inog'am bo'lar mani. Video qilib tashlaydi TikToklarga har kuni. Mashallah Vakiljon, siz ham mashhur bo'libsiz. Mingdan oshgan ekan follower jam qilibsiz. Ko'rolmagan odamni jigar bag'rin tilibsiz.
she'r osib jon bizdan hamdard ham aytar bo'ldi. Qo'shiq aytib biz uchun yana bir xondan to'ldi. Bizga aytgan xondani TikTok chirog'on qildi. Tashakkurlik qilarman Zabihullo Hamdarddan. Sizni borib ko'rarman, baxayr men borsam vatan. Turkiyaning shariga musofir bo'lib yuribman.